Sanga suv kerakmi? Ha? Mana suv. Aka, bilaman, bochkadan zerikdingiz. Sizga Azatlash qo'rg'oni Dachniy poselovkdan zo'r lokatsiyada joy topib qo'ydim. Dacha quraman desiz, deyarli tayyor dacha. Yuringlar zo'ra qilib ko'rsin. Ko'chamizning fasadi 22-35. To'g'rida tapchanimiz, yozgi oshxonamiz, omborxonamiz, dush va hojatxonamiz. Yashil maydonimiz bilan tut daraxtlarimiz ham bor. Kirganimizda shunaqa katta holga ko'zimiz tushadi. O'ng tomonimizga oshxona mo'ljallangan. To'g'riga kirganimizda o'ng qo'limizda spalni, bu tomonda esa detskiy bolalar uchun. Zimniy basseynimiz sanuzelga mo'ljallangan. Buyog'imiz esa saunaga mo'ljallangan. Ikkinchi qavatimizda esa shunaqa katta qilib bilyardli zona uchun joy qilingan. Bu yoqda spalni bilan bitta detskiy и naryoq tomonda sanuzelga joy. Bu skatda basseynga tushmasam baribir bo'lmas ekan. Basseynni qarang kattaligini. 8 ga to'g'ri ekan basseyn. Hovlimiz maydoni 6 sotuq, kommunikatsiyadan muammo yo'q. Doston aka, bu dachamizni narxi necha pul ekan endi? Dachamizni narxiga keladigan bo'lsa, nomerlarni opisiyatsiyada qoldiramiz. Bemalol egalar bilan telefonlashib gaplashib olasizlar. Like, comment bosishdan chiqmasin, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yinglar.